Aziz o'g'il qizlarim, sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yozilayotgan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringni aytinglar. Vaqt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. And the winner is Residential School in Tashkent. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizni bosh maqsadimiz deb shior qilib olsak, marra bizniki bo'ladi. Bugun yoshlar ertangi kunning orzusi emas, balki bugunning strategik kuchi. Ularning har bir tashabbusi, har bir yutug'i jamiyat taraqqiyotiga qo'shilgan aniq hissadir. So'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarilib, imkoniyat va ishonch uyg'unligiga asoslangan tizim shakllandi. Yil davomida yoshlarning ilm-fan, sport, madaniyat, tadbirkorlik, texnologiya va ijtimoiy sohalarda erishgan yutuqlari bu faqat shaxsiy muvaffaqiyat bo'libgina qolmay, balki davlat tomonidan olib borilayotgan manzilli qo'llab-quvvatlash siyosatining samarali natijasidir. Faxr bilan aytishim mumkinki, 2025-yil yoshlar siyosatida haqiqiy yuksalish yili bo'ldi. Buni bir qancha inkor etib bo'lmas sabablari va dalillari bor. Avvalambor, hurmatli prezidentimiz yoshlarni ruhlantirib, ularga katta marralar, katta yo'nalish, o'zlarining bor tajribalari, mehrlarini mana shu yoshlarimizga sharoitlarni yaratib berish orqali ko'rsatib berganlar natijasida, ayniqsa yil boshidagi yoshlar bilan motivatsion kayfiyatda o'tgan uchrashuv, o'nlab yangi tashabbuslar, tadbirkorlik jamg'armalari, yoshlar bandligini ta'minlash, yoshlar jinoyatchiligiga qarshi kurashish, ularni qiynayotgan eng og'ir muammolar bilan yuzma-yuz muhokama va katta masalalarni ilgari surishlar natijasida katta qaror va farmonlar qabul qilindi. Va albatta 30-iyun yoshlar kuni an'anaga aylangan katta bayram munosabati bilan davlatimiz rahbari butun respublika bo'yicha 100 minglab yoshlarni qamrab oladigan juda katta bayram va yoshlar dasturi muloqotida ishtirok etdilar. Buning natijasida millionlab yoshlarimiz motivatsiyalar, bilim, katta o'zlari uchun harakat, energiya manbalarini olishdi. Endi kichik dalillarga o'tsam, bu yil O'zbekiston tarixida birinchi bor, umuman jahon tarixida birinchi bor shaxmatdagi yosh shaxmat grossmeysterimiz Javohir Sindarovning jahon kubogiga chiqqani butun dunyoni ijtimoiy tarmoqlarida muhokama qilindi. Yoki bo'lmasam O'zbekiston yoshlar terma jamoasini jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki. Milliy terma jamoamizni necha yildirki jahon mundialiga yo'l olganligi O'zbekiston tarixidagi olamshumul voqealardan bo'ldi. Bugun yosh ayol qizlarga jamiyatning nozik qatlami degan tushuncha bilan qarash xato ekanligini ular allaqachon isbotlab berdi. Bugun ayol va qizlar ham davlat va jamiyatning eng muhim kuchi hamda tayanchidir. Ularning bilimga, tashabbusga va mas'uliyatga tayangan har bir qadami jamiyat rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. 2025-yil yoshlarimizni yorqin yutuqlari bilan esda qolarli yil bo'ldi. Ya'ni 9 yil davomida yoshlarga kiritilgan sarmoyani mevalarini ko'rish, mevalardan bahramand bo'lish yili bo'ldi deb aytsak adashmagan bo'lamiz. Barcha sohalarda biz yoshlarni misli ko'rilmagan natijalarni kuzatishimiz mumkin. Mana shu yoshlarning qatorida qizlarimiz ham yetakchi sifatida, yangi bir zamonamiz qahramonlari sifatida maydonga kirib kelishyapti. Ya'ni hurmatli prezidentimizni yoshlarga bo'lgan e'tiborlari, yoshlarga ko'rsatayotgan g'amxo'rliklari har bir yoshni va ayniqsa yosh qizlarimizni, ayollarimizni hayotida, taqdirida, ularning yutuqlarida o'z aksini topyapti. Qizlarni yangi qahramonlari, millat bir yetakchilari maydonga kirib kelyapti. Yaqindagina Garvard universitetiga 100% grantni qo'lga kiritgan Farg'ona viloyatidan Dilafruz Sobirova singlimiz oldin o'sha oddiy qishloqda o'sib, katta bo'lib, oddiy maktabdan o'zini bilimi, salohiyati bilan
prezidentimiz yaratib bergan prezident maktabi tizimiga o'qishga kirib, mana shu maktabda ham yaxshi baholarga o'qib, o'zini ustida tinimsiz ishlab, xorijiy tillarni puxta egallab, o'qishdan tashqari volontyorlik bilan shug'ullanib, tarixiy natija Garvard universitetiga 100% grantni qo'lga kiritdi. Para Osiyo o'yinlarida Husniya Bonu birinchi marta tarixda 8 ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Ya'ni mana shu yangi nomlar, qizlarimizni yangi yutuqlari yangi avlodni ham ruhlantiradi. Kitobxonlik yo'nalishidagi natijalarni ham qaraydigan bo'lsak, prezident sovg'asini qo'lga kiritgan g'olibalarimizni aksariyatini qizlarimiz tashkil qiladi. Ya'ni haqiqatda mana prezident qizlarga ko'rsatayotgan e'tiborlarini his qilib, undan foydalanib va unga javoban labbay deb shu safda faol bo'lib natija ko'rsatayotganlar orasida ham qizlarimiz juda ham ko'p. Mamlakatimizda ayol qizlarni qo'llab-quvvatlash masalasi alohida e'tibor markazida bo'lib, bu boradagi ishlar shunchaki ijtimoiy yordam bilan cheklanmay, real imkoniyatlar yaratishga qaratilmoqda. Yil davomida yosh ayol qizlarning ta'lim olish, kasb egallash, tadbirkorlik bilan shug'ullanish va jamiyat hayotida faol bo'lishi uchun keng sharoitlar yaratildi. Oliy va professional ta'lim muassasalarida qizlar uchun ajratilgan imkoniyatlar ularning ilm-fan va innovatsiya sohalaridagi ishtirokini sezilarli darajada oshirdi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, avvallari davlat tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan insonlarni bir 27%ni, hali 30%ni ham tashkil qilmasdi qizlarimiz, ayollarimiz. Bugungi kunga kelib, davlat boshqaruvida mehnat faoliyatini olib borayotgan qizlarimiz 35% tashkil qilyapti. Tibbiyot sohasida mehnat faoliyatini olib borayotganlarning 77%ni ayollar tashkil qiladi. Iqtisod sohasida mehnat faoliyatini olib borayotganlarning 46%ni ayollar, qizlar tashkil qiladi va bularning soni yildan yilga oshib boryapti. Butun dunyoda e'tirof etiladigan gender siyosat O'zbekistonda aniq raqamlarda, aniq natijalarda o'zini samarasini berayotganini kuzatishimiz mumkin. Muhim mezonlaridan, omillaridan biri qanday biz bu natijaga erishyapmiz? Albatta, bu prezidentimizning siyosiy irodalari bilan qizlarimizni ta'limiga kiritilayotgan sarmoyani natijasi bu. Oliy ta'lim muassasalarida so'nggi yillarda qizlarimiz soni 6 baravar oshdi. Albatta, bu nimani hisobiga? Bu o'sha bakalavriatda ta'lim olishi uchun qizlarimizga ajratilgan maxsus foiz 4%li kvotani natijasi. 10 mingdan ortiq qizlarimiz magistraturada to'liq davlat hisobidan tahsil olishini natijasi. Qizlar ovozi klubi bu shunchaki tashabbus bo'lmagan. Bu muhim tadqiqotlar va prezidentimiz olib borayotgan oqilona siyosatga aynan qaysidir ma'noda bugun davlatimiz yaratayotgan imkoniyatlar va aynan xotin-qizlardan bo'layotgan kutuvlarga ijobiy javob, ya'ni message bo'lgan. Muhim qizlar ham yaxshi mutaxassis sifatida jamiyatni muhim jarayonlarda o'z ovozlari, o'z qarorlari bilan ishtirok etish mumkinlik imkoniyatlarini yaratishi mumkin degan bir g'oya asosida aynan klub faoliyati yo'lga qo'yilgan. Klub faoliyat doirasida bugun respublikamiz bo'ylab 48 mingga yaqin qizlar jamoatchilik asosida, ya'ni ular volontyor sifatida birlashgan. Ya'ni hayotiga befarq bo'lmagan, siyosiy jarayonlarga qiziqqan va kasbiy jarayonlarga qiziqqan, qaysidir ma'noda shaxs sifatida o'zini inson kapitalini rivojlantirishga qiziqish bildirgan qizlar butun respublikamiz bo'ylab birlashgan. 2025-yil mamlakatimizda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishi ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda iqtisodiy rivojlanishda ekologik yondashuvni kuchaytirishga qaratilgan tizimli ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu boradagi ishlar samaradorligini ta'minlashda volontyorlik faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bu faoliyat turida esa yoshlarning hissasi nihoyatda salmoqli. Bu yilni chiroyli ko'rsatkichlari haqida gapiradigan bo'lsak, 500 dan ortiq respublikamiz miqyosida eng faol, eng namunali, eng tashabbuskor volontyorlar koordinatorlarini, mentorlarni Eko-avlod o'quv oromgohida yig'dik. Tashabbuskor qora ko'zlar o'zlarining hududlariga kelib, bugungi kunda 1,5 mingdan ortiq ezgu loyihalarni, ezgu tashabbuslarni amalga oshirib kelmoqdalar. Bizni yangi avlodimiz, yangi ongimiz, yangi mafkuramiz ekologik bo'lish kerak degani har sohada, har yo'nalishda tejamkorlik, kimnidir xafa qilib qo'yishdan o'zini asrash,
yolg'ondan, isrofdan qochish kabi xislatlarni o'ziga oluvchi eko-avlod tushunchasi yaratilgan va bu orqali volontyorlarimiz hamma sohadan bizni quvontiradigan narsa O'zbekistonimizda bugun volontyorlar deyarli barcha sohada bor. Ta'lim deysizmi, ekologiya deysizmi, madaniyat deysizmi, sport maydonlari deysizmi, tibbiyot sohasi deysizmi, favqulodda vaziyatlar deysizmi, har birida tizimli volontyorlik guruhlari va volontyorlar mavjud. Davlatimiz rahbari tomonidan 2026-yil yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Prezidentimiz nutqlarida ta'kidlaganlaridek, mahalla bu xalqimizning asrlar davomida shakllangan hayot maktabi, jamiyatimizning tayanchi va eng muhimi ijtimoiy institutidir. Bu borada qilingan ishlarni sarhisob qilar ekanmiz, yoshlar yetakchilari faoliyatiga nazar tashlamaslikning iloji yo'q. Sotsial Liv dasturi asosida 2025-yil davomida 338 nafar yoshlar yetakchilari, ya'ni 31.9% yuqori lavozimlarga ko'tarildi. Tajriba almashish va malaka oshirish maqsadida jami 56 nafar mahalladagi yoshlar yetakchilari tomonidan Xitoy Xalq Respublikasining Guanchou va Pekin shaharlariga xizmat safari amalga oshirildi. Bugungi kunda jami 295 nafar yoshlar yetakchilari davlat va nodavlat mukofotlar bilan taqdirlanganlar. Shundan 10 nafari kelajak bunyodkori, 2 nafari Zulfiya, 1 nafari Jasorat, 28 nafari O'zbekiston belgisi, yana 28 nafari mahalla iftixori ko'krak nishoni hamda 226 nafari boshqa turdagi mukofotlar bilan taqdirlangan. An'anaga aylanib qoldi, har yili davlat rahbari 2 marotaba yoshlar bilan uchrashib, bevosita muloqot qiladilar. Bu yil ham mana yoshlar kunida yoshlar bilan uchrashib, biz mahalladagi yoshlar yetakchilariga asosiy vazifalarni belgilab beradilar. Albatta bu topshiriqlar faqat topshiriqligicha qolmayapti. Bugun biz ham o'zimizning mahallamizda yoshlarga zamonaviy kasblar va undan tashqari xorijiy tillarni o'rgatishni eng asosiy maqsadlarimizdan biri qilib olganmiz. Va mana shu yoshlar siyosatining mevalari, ya'ni kelajak kasblari loyihalarida ta'lim olgan yoshlarni o'zimizning mahallada ustoz sifatida, kichik tashkil qilgan markazimizda ustoz sifatida ish boshlashlariga zarur sharoitlar yaratib berdik. Va ular bugun o'zining mahallasidagi mana shu olis qishloqlarda Qirg'iziston yaqinida istiqomat qilayotgan tengdoshlariga zamonaviy kasblar, shu bilan birgalikda xorijiy tillarni bepulga o'rgatishmoqda. Va bugungi kunda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, ularning soni 400 nafardan ziyodroq bo'ldi. O'quv markazimizda ta'lim olib, bu yil o'zida bir mahallada 40 nafar yoshimiz xorijiy til bilish bo'yicha sertifikatlar olishdi, turli darajalarda. Chekka qishloqlarda istiqomat qilayotgan yoshlarimizdan katta maqsadlar qo'yishyapti. Davlatimiz rahbarining har bir yosh ikkita xorijiy til va bitta kasbni o'rganish kerak degan so'zlarini amalda tatbiq etib, biz til va kasbni o'rgatish markazini tashkil etdik. Hozirda ushbu markazimizda yoshlar ingliz, nemis, koreys, yapon tillarini o'rganmoqda. Va quvonarlisi, ushbu markazni tamomlagan o'quvchilarimiz hozirda Yaponiya, Koreya davlatlarida ham o'qish, ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Jizzaxning eng olis hududlaridan biri bo'lgan Mirzacho'l yoshlari uchun bu juda katta imkoniyat deb bemalol ayta olaman. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bu faqatgina tarbiya masalasi emas, balki millat kelajagini belgilovchi muhim omildir. Bugun yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida yosh avlodning qalbida vatanga muhabbat, tarixiy xotiraga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat tuyg'ularini mustahkamlash ustuvor vazifa sifatida e'tirof etilmoqda. Bu jabhada hech qaysi yosh e'tibordan chetda qolmaydi. Xususan, tarbiyasi og'ir 51455 nafar yosh 6 ta huquq tartibot va mudofaa organlarining 4155 nafar mas'ullariga otaliqqa berilib, olib borilgan uchrashuvlar natijasida 48747 nafari sog'lomlashtirilib, hayotda o'z o'rinlarini topishlariga ko'maklashildi. Xulqi ijobiy tomonga o'zgargan 22931 nafar yosh otaliqqa olgan mas'ul kafilligi ostida muddatidan avval probatsiya va profilaktika hisobidan chiqarildi. Hali hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan yoshlar ham bor. Afsuski, unday toifa bilan ham biz albatta ishlashimiz zarur va shart. Chunki davlatimiz rahbari aytgan gaplari bor. Har qanday yosh yaxshi sharoitdami, hayotda yo'lini topa olmayapti, mani farzandim deganlar. Yoshlar agentligining ham vazifasi har bir mahallada eng og'ir toifadagimi, eng faolmi, eng bilimdonmi, har bittasiga teng ravishda prezident siyosatini yetkazib berish. Prezident siyosati nimadan iborat?
prezident siyosati intilganga, harakat qilganga, o'z ustida ishlaganga, mehnat qilganga yangi O'zbekistonda imkon, kalit bor. Faqat uning uchun kurashish, bilim olishda intilish, harakat qilish zarur. Va juda ham men o'ylayman davlatimiz rahbarining muhim gaplari bor. Bundan iqtibos keltirishim zarur. Har doim ta'kidlaydilar. Bizga hech kim hech qachon tashqaridan kelib yordam bermaydi. Biz o'zimizni mashaqqatli mehnatimiz bilangina boshqalarni bizni hurmat qilishga majbur qila olamiz. Har bir o'zbekistonlik yoshning shiori, har bir o'zbekistonlik yoshning tamoyili shunday bo'lishi kerak. 2024-yil may oyini boshida o'rtoqlarim bilan ozgina janjallashib, axloq tuzatish koloniyasini u yerda bo'lib, o'zim so'z berdim. Shu yerdan chiqib hayotimni 100% o'zgartirib, ota-onamning yuzini yorug' qilaman deb. Favqulodda vaziyatlar bo'limi, Bog'dod tumani bo'lim boshlig'i Ergashev Muslim akaga biriktirilgan tavsiya berdi. Sohaga qiziqtirdi. Qiziqib o'zim hujjatlarimni borib boshqarmaga topshirib, imtihonlarni a'lo baholarda olib, favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimi bo'ldim. Hozirda Uchko'prik tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi dispetcher lavozimida ish olib boryapti. Bizga shunday sharoit yaratib bergan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga ming rahmat aytamiz. Biz yoshlarga mana otaliq qolib, shunchalik sharoitlar yaratib berib, chetlashtirib qo'yilmadi. Yoshlar siyosatining markazida har bir yigit-qiz taqdiri, uning salohiyati va imkoniyatini ro'yobga chiqarish masalasi turadi. Shu bois yil davomida yoshlarga qaratilgan ishlar umumiy shiorlar emas, balki tizimli va manzilli yo'naltirilgan mexanizmlar asosida amalga oshirildi. Bu borada eng muhim vazifalardan biri bu yoshlar bandligini ta'minlashdir. Ushbu yo'nalishda ishsiz va o'z shaxsiy biznesini boshlash istagidagi 414,6 ming nafar yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yoshlar bandligi dasturi ishlab chiqilib, yoshlar bandligi ta'minlandi. Shuningdek, yoshlar bandligini ta'minlashda quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha tajribalar amalga oshirildi. Xususan, davlat idoralarining 4546 nafar rahbari 115751 nafar ishsiz yoshga biriktirilib, 114984 nafari, ya'ni 99,3% bandligi ta'minlandi. Yoshlarning 33030 nafari doimiy ishga, 15186 nafar yoshga tadbirkorlik uchun kredit ajratildi. 4556 nafariga ekin yer maydoni ajratildi. 2145 nafariga asbob uskuna olib berildi. 6816 nafari tartibli migratsiyaga va 2631 nafari muddatli harbiy xizmatga yuborildi. 2088 nafari ta'limga jalb qilindi. 48532 nafar yoshlar o'zini o'zi band qildi. Yoshlar ishlari agentligi huzurida Yoshlar tadbirkorlikni rivojlantirish davlat maqsadli jamg'armasi tashkil qilinishi hurmatli prezidentimizning 60-sonli qarorlari bilan belgilangan. Loyihalarni moliyalashtirishga tavsiya qilish, biznes loyihalarini tanlab olishda respublikadagi muvaffaqiyatga erishgan salohiyatli tadbirkorlardan iborat jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi kengash tuzilgan. Demak, bu kengashning 30% qismi 30 yoshga to'lmagan, ya'ni yosh tadbirkorlar bo'lishi belgilangan. Bugungi kungacha jamg'armamiz tomonidan 1,5 mingga yaqin loyihalar moliyalashtirilgan bo'lib, bularning oqibatida 2000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi jamg'armamiz tomonidan. Jamg'armamizning asosiy maqsad vazifalari yoshlar tomonidan rivojlanib kelayotgan biznes loyihalarini aniqlash, manzilli xizmat ko'rsatish va ularni kelajakda jahon bozoriga qo'shimcha qiymat bilan chiqishiga yordam berish. O'zbekiston Respublikasi aynan davlat miqyosida, davlat siyosat darajasida startaplarga e'tibor qaratayotgani bu juda ham quvonarli holat. Sababi nafaqat O'zbekistonning dunyo bo'yicha nufuzini, balki O'zbekistondan turib aynan milliard dollarlik kompaniyalar yetishtirib chiqa oladigan davlat ekanligimizni biz bemalol yoshlarimiz bilan isbotlay olamiz. Yoshlar venture jamg'armamiz tashkil topgan sanadan beri Yoshlar venture jamg'armasi qanday ishlash kerak, qaysi yo'nalishlarda tanlash kerak va yoshlarda aynan qaysi startaplarni, qaysi yo'nalishdagi startaplarni qo'llab-quvvatlash kerak degan savolga juda ham ko'p tahlillar o'tkazganmiz, tadqiqotlar o'tkazganmiz va oz bo'lsa ham tajribalar olib, bu orqali biz shu kungacha 5 ta startap loyihalariga investitsiya kiritishga ulgurdik.
Tadbirkorlik yo'nalishida esa yoshlarning biznes g'oyalari moliyaviy va konsultativ qo'llab-quvvatlanib, minglab yangi ish o'rinlari yaratildi. Qolaversa, ehtiyojmand, iqtidorli va tashabbuskor yoshlarga manzilli yordam ko'rsatildi. 9240 ta loyihaga 1 trillion 177 milliard so'm uzoq muddatli imtiyozli kreditlar ajratilib, yaratilgan 12500 ta yangi ish o'rniga ishsiz yoshlar joylashtirildi. Shuni aytishim kerakki, bugungi kunda o'quv markazini rahbari sifatida, asoschisi sifatida hech qaysi davlatda o'zbekistonchalik o'quv markazlarini rivojlantirish imkoniyati yaratib berilmagan. Oddiygina bu o'sha qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinganligimiz yoki bo'lmasam bugungi kunda o'quv markaz ochish uchun subsidiyalarni berilayotganligi yoki ko'plab o'quvchi yoshlarni ingliz tili o'rganish uchun o'sha IELTS topshirgan pullarni qaytarib berishligi. Buni o'zi men o'ylaymanki, bugungi kunda O'zbekistonda ta'limni rivojlantirishga, nafaqat ta'limni rivojlantirishga, balki o'quvchi yoshlarni o'qishga motivatsiya berish uchun juda ham katta ishlar qilingan. Albatta bularning barchasi biza ta'lim yo'nalishidagi tadbirkorlarning rivojlanishimiz uchun o'ylaymanki asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ta'lim sohasida yoshlar uchun yangi grantlar, stipendiyalar, xorijiy oliygohlar bilan hamkorlik dasturlari kengaytirildi. Natijada yuzlab yoshlar nufuzli xalqaro tanlovlar va olimpiadalarda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ilmiy loyihalari bilan e'tirof etildi. Aytish kerakki, o'quvchi va talabalarimiz bu yili xalqaro fan olimpiadalarida 51 ta oltin, 101 ta kumush, 126 ta bronza medallarini qo'lga kiritgani haqiqiy g'alaba nishonasidir. Bu yil ilm-fan olimpiadalarida ham yoshlarimiz 100 dan ortiq medallarga, oltin medallarga ega chiqishdi. Va eng qizig'i, davlatimiz rahbari shu yilning boshida mana shu oltin medallar uchun 1 milliard so'mdan ko'proq bo'lgan rag'bat tizimini yo'lga qo'yib berdilar. Maktab o'quvchisi olimpiadada qatnashib, nufuzli olimpiadada o'rin olsa, sovrindorlar qatoridan joy olsa, va birinchi o'rin olsangiz sizga 1 milliard so'm rag'bat berishadi. Albatta o'qituvchisini ham rag'batlantirgan holda. Va shuning natijasida yuzlab yoshlar oltin medaliga ega chiqishdi fan olimpiadalariga yo'nalishdi. O'zbekistonga yana o'nlab dunyoning eng nufuzli top universitetlari Pechak ligasidagi eng nufuzli universitetlar o'zbek talabalariga grantlar berishyapti va bular grantlarning miqdori millionlab dollardan oshib ketyapti. Bu yil birinchi bosqichda yana bir o'zbekistonlik yosh Garvard universitetiga qabul qilindi. Va bu juda katta yutuq. Qatorasiga bizda mana 4-yil yoshlarimiz Garvard universitetiga kirishmoqda. Endi shunday tendensiya davom etyaptiki, prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlar, aynan mana shu Al-Beruniy maktabi bo'lsin, juda ko'plab mana shunday islohotlar natijasida yoshlarimiz ham fan ta'limda, ilm-fanda, ham kitobxonlikda bu yil 3 ta chempion qizlarimiz bo'lishdi. Ham sportda, ham madaniyat yo'nalishida, har qanday sohada, raqamli texnologiya sohasida ham dunyo minbariga chiqishni boshladi. Bu prezidentimizning olib borayotgan eng katta maqsadlari va siyosatlari. O'zbekiston yoshlarini ichki genidagi qudratini uyg'otish. Chunki bu qudrat uyg'onsa, O'zbekiston yoshlari manaman degan dunyoning eng kuchli mamlakatlari bilan teppa-teng raqobat qila oladigan, hattoki prezidentimiz o'z murojaatnomalarida aytib o'tdilar xalqimizga va parlamentga, bu yoshlar hattoki dunyodagi eng kuchli, eng ilg'or yoshlardan bir qadam ham oldin bo'lishiga isbot bor manda deb. Bu juda ham katta ishonch. Amerikani ta'lim tizimi universitetga kirishi bir noyob deb, eng asosiy bir qismlaridan biri ularda extracurricular degan qism bor. Ya'ni albatta biz insonni maktabdagi baholari, IELTS bahosi, SAT bahosi muhim, lekin u inson sifatida shakllanish uchun o'zini volontyorligini, fidoyi bo'lib, hech qanday moddiy, ma'naviy manfaat ko'zlamasdan jamiyatda qanchalik ishlashini ular ko'rish xohlaydi. Garvard kirgandan keyin bitta email yozgan. Bizga sani eng ko'p yoqqan narsang inshoing bo'ldi. Inshoda qaysiki san O'zbekistonda birinchi debat jamiyatini ochganinglar va uni qanday qilib davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangani yoqdi va bizni sani Garvardda o'qisang yanada ko'proq narsani o'rganishingga ishonamiz deb yozgan. Demak, albatta IELTS muhim, SAT muhim, lekin umumiy olib qaraganda eng asosiy faktor men universitetga kirishimda shu davlatimiz va yoshlar ishlari agentligi qo'llab-quvvatlagan Ibrat debate loyihasi. Shu loyihani boshlamaganmiz, masalan, bunaqa yangi islohotlar orqali erishgan natijaga erishmagan bo'lardi.
sport va madaniyat sohasida ham yoshlar o'z salohiyatini namoyon etib, xalqaro arenalar va sahnalarda mamlakatimiz sha'nini munosib himoya qildi. Chempionlik, mukofot va e'tiroflar ortida tizimli tayyorgarlik, infratuzilma va rag'batlantirish mexanizmlari turibdi. 2024-yil Osiyo chempionatida qatnashib, oltin medalni qo'lga kiritdim. Ketidan ro'parasida bir oy o'tib, jahon chempionati bo'lib o'tdi. Jahon chempionatida ham faxrli oltin medalni qo'lga kiritdim. 2025-yil esa Osiyo chempionatida kumush medalni qo'lga kiritdim. Jahon chempionatida ham kumush medalni qo'lga kiritdim. Bahraynga Osiyo o'yinlari bo'lib o'tdi. U yerda qatnashib, tilla medalni O'zbekistonga olib keldim. 2025-yil yozda 30-iyun kuni prezidentimiz bilan ko'rishib, Mard o'g'lon davlat mukofotini oldim o'z qo'llaridan. Bu men uchun juda ham sharaf. O'zbekistonda ilk marotaba prezident olimpiadasi bo'lib o'tdi yaqinda. O'shanda qatnashib, oltin medalni qo'lga kiritdim. Вот и всегда с честью и с достоинством представляю фортепианную школу Узбекистана. Har doim O'zbekiston fortepiano maktabini sharaf bilan munosib tarzda himoya qilib kelaman. Yaqinda yurtimizda prezidentimizning 5 tashabbusi doirasida tashkil etilgan mohir fortepianochi respublika tanlovi bo'lib o'tdi. Ushbu tanlovda men 18-30 yosh toifasidagi professional pianinochilar orasida birinchi o'rinni egalladim. Tanlov 5 bosqichdan iborat bo'lib, u butun mamlakat bo'ylab har bir viloyatda va shaharda o'tkazildi. Bu esa barcha ishtirokchilarga teng imkoniyat yaratdi. Dastlab har bir toifa bo'yicha final bosqichiga 14 nafar ishtirokchi chiqishi rejalashtirilgan edi, biroq yakunda finalda qariyb 100 nafar ijrochi jamlandi. Bu esa yurtimizda iqtidorli yoshlar naqadar ko'p ekanidan dalolat beradi. Ushbu tanlov orqali davlatimiz, xususan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mamlakatimizning har bir hududidan yoshlarning faol ishtirokini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yuksak e'tibor yaqqol seziladi. Чувствуется поддержка нашего государства, нашего президента Шавката Мирамоновича Мирзияева. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, farzandlarimizning baxtli bolaligi va barkamol kelajagi davlatimiz siyosatining eng ustuvor yo'nalishidir. Ana shu ezgu g'oya 2025-yilda amalga oshirilgan barcha islohot va tashabbuslarning markazida bo'ldi. Joriy yil davomida bolalarning sog'lom, xavfsiz va har tomonlama rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va ma'naviy tarbiya yo'nalishlarida tizimli ishlar amalga oshirildi. Ko'p bo'lmaganiga qaramasdan bugungi kunda O'zbekiston bolalar tashkiloti bolalarni orzu va intilishlarini, liderlik qobiliyatini, salohiyatini, ulardagi bor g'oya va tashabbuslarni yuzaga chiqarish, ularni qo'llab-quvvatlash uchun juda ko'plab amaliy loyihalarni amalga oshirdik. Eng chekka mahallalarda ham bolalarning ovozi bo'lishini, bolalarni tengdosh tamoyili asosida ularda bor qiynayotgan muammolarini olib chiqish yoki bo'lmasa o'sha muammolarga yechim berish, bolalarning o'rtasida o'zlarining g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun sardorlik faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bugun mamlakatimizda 9008 ta mahallalar mavjud bo'ladigan bo'lsa, har birida 9 ta yo'nalishda sardorlar faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha yangicha uslubda ishlash, yangicha yo'nalishda ishlash uchun hozir biz harakat qilyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-bosh assambleyasidagi nutqida jahon yoshlarining tinchlik sari harakatini ta'sis etish va qarorgohini O'zbekistonda joylashtirish mavzusida so'z bordi. Bu esa biz jahon va global maydon sari yuz ochayotganimizning yana bir isbotidir. It's really something to be applauded. Prezident Mirziyoyev va uning jamoasi yoshlarni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratayotgani va ta'lim sohasidagi islohotlari haqiqatdan ham olqishga loyiq. O'tgan yillarda oliy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega bo'ldi. STEM ta'limiga va ingliz tiliga e'tibor shubhasiz bu bizni juda qiziqtiradigan jihat. Bu islohotlar menimcha haqiqatdan ham O'zbekistonni nafaqat mintaqaviy miqyosda, balki jahon iqtisodiyotida qudratli mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlariga foyda keltiradigan navbatdagi qadamni qo'yishga tayyor bo'lishiga xizmat qiladi. Yoshlar siyosatida nafaqat mamlakat ichida, ya'ni yoshlarni turli hayotini, turli bosqichlarini qamrab oladigan muhim qarorlar o'zini samarasini beryapti. Balki mana shu qilinayotgan ishlar, ya'ni O'zbekiston ichida olib borilayotgan siyosat bugun juda katta xalqaro hamjamiyat tomonidan yuksak e'tiroflarga sazovor bo'lyapti. Buni biz turli xalqaro indekslarda ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston texnologik rivojlangan davlatlarning top 10 taligidan o'rin
oldi. O'zbekiston yoshlar siyosati borasida eng tezkor sur'atlar bilan rivojlanayotgan mamlakatlar qatoridan o'rin olyapti. Davlatimiz rahbari bu yil AQSh bilan o'ta yaqin munosabatlarni startaplar, moliyaviy texnologiyalar, tadbirkorlik yo'nalishida yo'lga qo'yib berdilar. Bu degani yoshlarimiz uchun dunyoning eng rivojlangan mamlakatiga ham yo'l bor. Xitoy bilan dunyoning eng texnologik 21-asrdagi eng qudratli mamlakatlardan biri. Xitoy bilan o'rnatib berilgan diplomatik aloqalar tufayli hozir yoshlarimiz Xitoyda ta'lim olishga, Xitoy texnologiyalarini O'zbekistonga olib kelishga, xitoylik tadbirkorlar bilan yangiliklarni, innovatsiyalarni O'zbekistonda yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Mana yaqindagina Yaponiyaga bo'lgan xizmat safarlari doirasida tarixiy uchrashuv Yaponiyaning eng kuchli ta'lim muassasalari O'zbekiston talabalariga yapon texnologiyalarini, yapon madaniyati va uning intizomini olib kelish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Bularning barchasi O'zbekiston yoshlarini butun yer yuzida hech qanday cheklovlarsiz erkin qanot qoqish uchun, lekin bir maqsad yo'lida O'zbekistonni yuksaltirish, O'zbekistonga xizmat qilish, prezident jamoasida prezidentimizga kamarbasta bo'lib mamlakatni yuksaltirishga intilish eng asosiy bizning vazifamiz. Eng muhimi, yoshlar endi faqat ijrochi emas, balki qarorlar qabul qilish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Ularning fikri, taklifi va tashabbuslari jamiyat rivojida muhim omil sifatida e'tiborga olinmoqda. Bugungi yutuqlar kechagi ishonchning mevasi. G'oyalar ko'p, niyatlar ko'p, internet ochiq, dunyo ochiq, yaxshi yashashga, yaxshi bo'lishga, qahramon bo'lib parvoz qilishga tayyorsizlar. Har tomonlama erkin, ozod va farovon yashayotgan yangi O'zbekistonni hamda 3-renessansni bunyodkorlari sizlar. Garvardga o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Yoshlarga katta sovg'a Muhammad al-Xorazmiy degan yangi Xorazmda universitetga qo'ydi. Uzbekistan's youth are stepping up. We are using digital tools to raise awareness, challenge stigma and support one another. O'qinglar, intilinglar, marraslardagi, kelajakslardagi ham parlamentdasizlar mustahkam zamin yaratyapsizlar va senatda ham. Millat qizlarining baxtiga hamisha sog' bo'ling otajon. Fidoyi, bilimli, zukko va vatanparvar o'g'il-qizlarimiz barchaga namuna bo'lishlari kerak. Hech qachon unutmanglar, adolat bir narsada, ta'limda, intilishda, bilimda. Qayerga bormasam, nima uchun yoshlar bilan ko'proq uchrashaman? Men o'zimga juda katta kuch-qudrat olaman sizlardan. Sizlar mana shunday kuch-qudrat egasisizlar. Faqat oldinga, faqat va faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz. Biz kechagidan bugun ko'proq o'qishimiz kerak. Kuch sizlarning qo'llaringda.